9 yil ichida Madridni tark etgan 14 afsona. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 14 afsona Realni 9 yil ichida tark qilishdi. Futbolga oid eng zo'r sahifa sharhlovchi Sardorbekka obuna bo'lib qo'ying. Hozir men sizlarga ularni birma-bir sanab beraman. Himoyada yirtqich Pepe, Madrid qiroli Cristiano Ronaldo, Realning afsonasi va Sardor Ramos va yengilmas sherigi Varan. Tayanchda Bermud uchburchagining muhim figurasi Casemiro, chap qanotdagi himoya sehrgari Marcelo, hujumdagi fantastik uchlikning ajoyib vakili Gareth Bale va jamoa tarkibidagi eng didli futbolchi Isco. Klub futbolchilari orasida so'nggi oltin to'p sohibi, hujumdagi BBC triosining asosiy vakillaridan biri va aynan shu trioning so'nggi vakili Karim Benzema. Doim o't o'chiruvchi, himoya universali Nacho va jamoaning yuragi, mexanizmining asosiy qismi motori Toni Kroos. Bermud uchburchagidagi maestro va san'atkor Luka Modric hamda universallik va sadoqatning ajoyib timsoli Lukas Vaskez. Qadrli do'stlar, men sizlarga hozir Realni tarkibini emas, Realni tark etganlarni tanishtirdim. Dahshata, bunday darajadagi futbolchilarni ketkazish va jamoani mavqeini yana o'sha darajaga olib chiqish faqat Real va uning qoshidagi Peresni qo'lidan keladi. Balki bu ishlar yillar davomida bo'lganligi va ularning o'rinlari stabil ravishda yopilganligi uchun bizga u qadar sezilmas. Ammo zamonaviy futbolda Realni yangi avlodga sevdirgan katta figuralar endi Madrid maskanida yo'qlar.